Assalomu alaykum do'stlar. Bundan oldingi darslarimizda biz umumiy ko'rinishda bir qurilmadan ikkinchi qurilmaga ma'lumot o'tkazishda demak o'rganib chiqdik. Qoidalari umuman tushunchani olgan. Endi ichkariga biroz tushunamiz. Xo'p, endi nimani o'rganishimiz kerak? Birinchi navbatda bilishimiz kerak bo'lgan narsa o'zi bularni tili bor. Qurilma, har qanday qurilmani ma'lum bir tili bor. Bu til nima? Bu til faqatgina 0 va 1 dan iborat bo'lgan til desak bo'ladi. Buni demak switch bor, switch yo'q. Switch bor 1 0 1 0. Mana shu narsani tushunadi. Demak, va buni ma'lum bir qoida yaratib qo'yiladi. 0 1 deylik ha degani. Devosda birdan mana shu narsa bo'ldi. Bu to'xtadi, ma'lumot uzatilishi ha degan javob ekan. Deylik, shunda deylik yana bitta narsa yozib qo'yildi. Kerak degan so'z. Kerak bor, yo'q, bor. Bo'ldi. Mana shu narsa, uchta narsa bo'ldi. Mana shu narsa endi keyingi so'zimizda hosil qildik. Xo'p, shunday qilib umuman bu narsa 0 va 1lar deyiladi va 0 1lar informatikani, IT'da asoslari hisoblanadi va bu narsa boshqa har qanday yo'nalishlarda ham keng tushuntirilgan va bu haqda chuqurroq, juda zo'r simulyatsiyalar bilan tushuntirilgan internetda ko'p ma'lumotlar topishingiz mumkin. Bizga kerak joyi qisqacha tushunib olish. Demak, bizning qurilmalarimiz 0 va 1 asosida ishlar ekan. Demak, bizning ma'lumotlarimiz 0 va 1 asosida jo'natilar ekan va shular asosida bir qancha demak ma'lumotlar kelib chiqqan ekan. Xo'p, keling, umuman olganda ingliz tili binariy, o'zbek tilida ikkilik sanoq tizimi deb nomlanadi. Xo'p, bunda eng kichik bir ma'lumot birligi kompyuterda ma'lumot birligi bit deb ataladi. Bit. Eng kichik birligi. Bu binariy tiket so'zlarini B va T so'zlaridan olingandan tashkil topgan va 1947-yilda birinchi marotaba ishlatilgan. Bunday o'ylab qarasangiz, hozir 80 yil bo'libdimi? 80 yil oldin o'sha bitlar mavjud bo'lgan. O'sha vaqtlarda switch bor, yo'qlar o'ylayotgan bo'lgan bir vaqtda mana shu 80 yilda qancha narsa o'zgarib ketdi. Xo'p, zamon qanday rivojlanayotganini shundan ko'rsak bo'ladi. Endi xo'p, bor, 1 bor, yo'q, mana shu narsadan iborat ekan. Ma'lumotlar shular yig'iladi. Endi mana bu yerda umumiy o'lchamlar keltirilgan. 1 bit binariy raqamning qisqartmasi 8 bitimiz urug'lar nuqtada 8 ta bitdan iborat bo'lgan 0 1 0 1 1 0 0 va hammasi birlashtirilib 1 bayt deyiladi. 8 ta bitimizdan iborat bo'lgan. Hop, endi 1024 ta baytimiz esa 1 kilobaytga guruhlanadi. 1024 kilobayt 1 megabaytga guruhlanadi. 1024 megabaytimiz 1 gigabaytga. Shu ko'rinishda 8 baytgacha yetib boryapti. Hop, o'sha biz baytlar bilan, kilobaytlar bilan 10 yil avval yoki 15 yil avval kilobaytlar bilan ma'lumotlarni almashishni ko'rar edik. Kichkina ma'lumot o'tkazsangiz ham deyarli shu atrofda bo'lar edi. Endi hozir bu o'sha o'rtacha megabaytlardan hech narsa bo'lmay qolibdi. Gigabaytga o'tyapti ma'lumotlar almashish tezligi. Ajoyib. Hop, endi misol sifatida aytamiz, mana bu rasm. Mana shu rasmda mana binariyda ko'rinish. Binariyda mana shu yerda bella o'chirib qo'yibdi. 0 hech narsa yo'q. Mana bu yerda rasm bir switchlar bor. Mana shu yongandan keyin qarang, mana shu rasm paydo bo'ladi.
yoki nuqtalar, mana shu nuqtalar ovoz bilasizlar ko'tarilib tushadi. O'shani nuqtalardan belgilab oladi, o'sha raqamlarni aytadi. Keyin u raqamlarni demak 0 ga aylantiriladi. Ana ovoz ham 0 ma'lumotga aylantiriladi. Xo'p, raqamlarni mana ko'rishingiz mumkin. 1 dan 10 gacha raqam ikkilik sanov sistemasida, 11 dan 20 gacha bo'lgan raqam ikkilik sanov sistemasida qanday ko'rinishda o'zgarganini ko'ramiz. Ularni keyingi darsda biz mana bu narsaga e'tibor beramiz. Sizdan so'rab qolgan bo'lar edim. Ikkilik sanov sistemalari bo'yicha demak Khan akademiyasini juda ham zo'r videolari bor. Ko'rib bir takrorlab olishingizni so'radim. Undan so'ng mana bu demak tarmoq qoid bo'lgan qismini biz o'rganib ketaveramiz agar tushunmagan holatlaringiz bo'lsa. Umuman olganda ikkilik sanov sistemasi shu 0 dan iborat bo'lgan ma'lumotlarni jamlovchi bir tizim yaratilgan.